Vladimir Voronovich Kvin boshchiligida ekologik strategiya, suv strategiyasini tashkil qilishga yordam beryapti. Davlatimiz rahbarining o'zlari boshchiliklarida mana 2030 gacha bo'lgan strategiya tasdiqlangan. Hozir bundan keyin 2050 gacha bo'lgan ekologiya strategiyasi ishlab chiqish bo'yicha topshiriq berilgan. Bu ertangi kunga nimaga erishamiz? Ekologiyamizni ertaga kimlarning qo'liga qanday qilib qoldiramiz degan savollarga aniq yechimlar topib beradi. Shu bilan birgalikda chiqindilarni qayta ishlash, chiqindilarni boshqarish faqatgina uy xo'jaligidan hosil bo'ladigan chiqindilar emas, balkim barcha turdagi chiqindilar qanaqa qilib ekologiyamizga zarar yetkazyapti, bularni qanday qilib tozalasak bo'ladi va sirkulyar iqtisodiyotni qanday qilib rivojlantirsak bo'ladi. Bu yo'nalishda aniq vazifalar belgilab berilgan. 10 yil avval Sankt-Peterburgda boshlangan Yosh strategiyalar maktabi loyihasi bugun Rossiya, O'zbekiston, Armaniston va Belarusdagi 40 dan ortiq ta'lim muassasalarini qamrab olgan xalqaro loyihaga aylandi. Harakatning maqsadi kelajak markaziga inson kapitali va hayot sifatini qo'yadigan, strategik fikrlaydigan yangi avlod yetakchilarini tarbiyalashdir. Ushbu harakat O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning uzoq muddatli strategik tashabbuslari doirasida faol qo'llab-quvvatlanmoqda. Hozirda Toshkent, Nurafshon va Navoiyda maxsus maktablar, shuningdek, O'zbekiston Milliy universiteti, Navoiy va Buxorodagi oliygohlarida strategiyalash kafedralari tashkil etilgan. Soha bo'yicha dunyo tan olgan akademik darsliklar va strategiyalash konsepsiyasi kabi asarlar o'zbek tiliga tarjima qilinib, nashr etilmoqda. Hozirda maktablarning 10 va 11 sinf o'quvchilari uchun maxsus strategiya darsligini tayyorlash ustida ish ketmoqda. Учеников 10-11 klassов. Biz bu yerda 5-xalqaro anjumanda yig'ilib turibmiz. Bu yerga Belarusya, O'zbekiston, Armaniston va Rossiya davlatlaridan yosh strateglar klubi a'zolari yig'ildik va bu yerda biz o'z fikrlarimizni muhokama qilib, yangi g'oyalarni rejalashtirdik. Taassurotlar juda ham zo'r. Jamoaviy ish jarayonida biz ko'proq o'ziga ishonch, jasorat va undan tashqari strategik keng fikrlashni o'zimizda takomillashtirmoqdamiz.